Xo'p, 25-testi birinchisi. DNKda adenin, timin, sitozin miqdori guanin miqdoridan 8 marta ko'p deyapti. Va DNKda 1200 ta vodorod bog' bo'lsa, DNKdagi guaninlar sonini toping deyapti. Xo'p. Adenin demak 25-testi birinchisi. Adenin, timin, guanin, sitozina. Biz adeninga x qo'ysak bilmaymiz, guaninga 1 qo'ysak bittasiga 1, bittasiga x qo'yamiz albatta. Endi agar biz demak guaninni 8 ga ko'paytirsak, mana ularning soniga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni chunki bular hozir guanindan 8 marta ko'pmi? Demak, buni ham 8 ga ko'paytirib yuborsam, bular bilan teng bo'ladimi? Demak, 8 ga ko'paytirsak guaninni 8 bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu teng deyapti. X plus timinam x sitozin plus 1. Bu tenglama x'imiz ne chiqadi? Demak, 8 dan 1 ni ayirib yuboramiz, 7. X'imiz 2x. 7 ni 2 ga bo'lib yuborsak, x teng bo'ladi 3,5 ga. Xo'p. 3,5 ga demak, adenin 3,5 ga to'g'ri kelyapti. Timin ham 3,5. 3,5 barobar ko'p ekan guanindan. Bizda jami vodorod bog' berilgan va guanin sonini toping. Bizda agar demak jami vodorod bog'imiz 3,5 ni 2 ga ko'paytirsak 7 plus 1 ni 3 ga ko'paytirsak, bunda 3 ta, bunda 2 tami 3 ga 3. Jami vodorod bog'imiz 10 ta bo'lganda edi, guanin bitta bo'lar edi, bitta soni. Lekin bizda jami vodorod bog' 1200 ta deyapti. 1200 ta bo'lsa x chiqadi 120 degan javobimiz. 120 degan javobimiz. A javobda turibdi ekan. Va 26-testimiz. DNK molekulasida ma'lum bir fragmentning uzunligi berilgan 107,1 nanometr. Unda jami 780 ta vodorod bog' bor. Ushbu fragmentdagi guanin va sitozinlar yig'indisini aniqlang. Xo'p, juda ham oson. 26 ni birinchisi. Qarang. Bizda 107,1 uzunlik berilgan, 0,34 ga bo'lib olsak, 315 ta bitta zanjir, shu 2 ga ko'paytirsak 230 bo'ladimi? Demak, birinchi qilgan ishimiz nima bo'ldi? 107,1 ni bo'lib yubordik 0,34 ga. 315 soni kelib chiqdi. 2 ga ko'paytirsak 630 ta bitta ikkita zanjirdagi jami nukleotid kelib chiqdi. Jami nukleotid bor va jami vodorod bog'larimiz bor. Jami vodorod bog'imiz 780 tami. Buni ishlash juda ham oson, sababi men aytuvdimki hali jami vodorod bog'lar nimadan kelib chiqadi? Haligi formulasi bor edi. Jami nukleotidga yo guanin yo sitozinni qo'shib yuborsak, jami vodorod bog' kelib chiqardi. Endi demak, jami vodorod bog'dan jami nukleotidni ayirib yuborsam, yo guanin yo sitozin soni kelib chiqadi o'z-o'zidan. 150 kelib chiqadi. Demak, bundan kelib chiqadiki, adenin, timin, guanin, sitozin. Guanin 150 ta, sitozin ham 150 ta, 300 ta, 330 ta qolyapti. 2 ga bo'lib yuborsak, 330 ni 2 ga bo'lib yuborsak, 165 ta demak adenin bor, 165 ta timin bor. Lekin bizdan guanin bilan sitozin son so'ralayotganligi uchun 300 ta degan javobimiz to'g'ri chiqadi. Va 26 ni birinchisi B javob to'g'ri ekan. B javob.